Assalamu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Markaz xabar torining 10-25 kundagi xabarda bildirilishicha, Urumchi tamojnasining 2023 yillik sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Sharq Turkistonning tashqi savdo import-eksport umumiy qiymati 252 milliard 840 million yuan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 47,3% oshgan. Bu Sharqiy Turkistonning tunji qitim tashqi savdo import-eksport umumiy qiymati 250 milliard yuandan oshib, ko'lam jihatda yangi bosish hosil qilgan va tashqi savdo ko'lami tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan. Bu yil kirgandan buyon Sharq Turkistonning tashqi savdo eksport qiymati 213 milliard 380 million yuan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 48,8% oshgan. Import qiymati 39 milliard 460 million yuan bo'lib, o'xshash mezgildagidan 39,8% oshgan. Sharq Turkistonning mexanik va elektr mahsulotlarining eksport umumiy qiymati o'xshash mezgildagidan 50% dan ko'proq oshib, elektronlik mashina, litiy batareya va quyosh energiyasi batareyasining 3 yangi mahsulotlarning eksport umumiy qiymati o'xshash mezgildagidan 61,5% oshgan. Atalmış chegara qilgan ishga chiqishning davomli cho'ng qurilishiga ergishib, Sharq Turkistonning Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan iborat 3 cho'ng savdo hamrohi bilan bo'lgan import-eksport qiymati ayrim-ayrim 71,2%. 32,5% ve 93% aşkan. Xitoyning atalmış bir belbaq bir yo'lni o'rtaq qurish uchun hamkorlik o'rnatgan davlatlar bilan bo'lgan import-eksport qiymati o'xshash mezgildagidan 49,7% oshib, O'rta Osiyodagi 5 davlatga import-eksport qiymati o'xshash mezgildagidan 53,8% oshgan. Xitoy televiziya torining 10-25 kundagi xabarda deyilishicha, o'sha ayning 24 kuni atalmış 2023 Xinjiang yaxshi joy nomida Xitoy Madaniyat va sayohat ministrligi va atalmış Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik xalq hukumati birlikda 19 o'lka shahardan Sharq Turkistonga sayohatchilikni ilgari surish va yordam berish faoliyatini Xotan shahrida o'tkazgan. Xitoy hukumati Xi Jinpingning atalmış Xitoy millati uchun yangi va kuchli mahalliy engini turg'izish, har qaysi millatlar o'zaro madaniyat almashtirish, millatlar ittifoqligini va birlashishni ilgari surish nomida atalmış Xinjiangda sayohatchilikning taraqqiyotini tezlatish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqlarning ro'yini atrofli yo'l qo'yish uchun davlat ichi va sirtidagi Xitoy sayohatchilarining Sharq Turkistonga sayohatga berishini tashabbus qilgan va qiziqtirgan. Atalmış Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik madaniyat va sayohat ministrligi Sharq Turkistonning Xotan shahrida mamlakatlik sayohatni ilgari surish faoliyati o'tkazgan. Hamda internet axborot uskunalarini texnik ko'p davlat ichi va sirtidagi sayohatchilarni Sharq Turkistonga sayohat qilishga safarbar qilish va sayohat orqali har qaysi millatlarning o'zaro madaniyat almashtirishi va birlashishni ilgari suradigan tashviqotlarni ko'plab qilishga yo'l bergan. Bu faoliyatda atalmış Xinjiang quruqliq sayohat organlarini qo'llaydigan 19 o'lka va shahardagi sayohat kooperativlarini atalmış Xinjiangga yo'lovchi va sayohatchi avatish to'g'risida hamkorlik kelishimi imzolagan. Faoliyatga har qaysi axborot vositalari va 19 o'lka, shahardan kelgan sayohat kooperativlari va to'r sayohat uskunalaridan kelgan 120 dan ortiq vakil qatnashgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.